oliy toifali biologiya o'qituvchisiman. Maktabga 2 kungacha Milliy universitetda bakalavriat, magistratura va aspiranturani ham tugatganman. $25 million oylik oladigan bo'ldingiz dedi. Ustoz bilan men hisoblab qo'ydim avvaldan deyapman. Maktabimizda mendan tashqari G'ofurov Sharobiddin domla bor. 20 milliondan ko'p oylik oladi. Keyingi farzandim Ibn maktabida 11-sinfda o'qiydi. Ziynatxon. Hozir 3 ta fandan sertifikatni oldi. Kechqurunlar uxlamasdan dars qilganim, o'zimni bolamdan ortib xalqni bolasini o'ylaganimni natijasi deb bilaman. Shunaqangi buyuk kasb bilan shug'ullanayotganlari uchun tabriklayman. O'qituvchilik kasbi ortidan $2000 maosh olib ishlayotgan murabbiy bor desam, yo'q deyishingiz mumkin. Lekin mana shunday inson bor. Ular Andijon viloyati Shahrixon tumani 44-idumda dars beradilar. Mushtum jurnali ijodkorlari Dilbar G'ulomova dars o'tadigan maktabga keldi va ular bilan suhbatlashdi. Yoshligimdan maktabga qadam qo'yib 1-sinfda 1-o'qituvchiga duch kelganda ustozni ko'rib, haligi har bitta o'quvchiga ahamiyat berib, mehribonchiliklarini ko'rib havas qilardim. Keyinchalik o'sha paytlarda jamiyatda o'qituvchilar juda ham obro'li, mahallada oilalari chiroyli bo'lganligi uchun men ham o'qituvchi bo'lishni xohlaganman. Maktabda o'qib olimpiadalarga qatnashganimda o'zim ustozlarim G'ofurov domla, Dadonxonov domla, keyinchalik institut o'qiganim paytlarimda Karim Tajvayevich Almatov yoki Valixonov Muhsin Nabixonovich shu ustozlarni ko'rib ustozlik kasbini tanlaganimga hech ham pushaymon qilmaganman. Hozirgi vaqtda ayniqsa jamiyatimizda prezidentimiz tomonidan o'qituvchilik kasbiga, ularni jamiyatdagi obro'sini yuksaltirishga berilayotgan e'tiborlar, yaratilayotgan imkoniyatlar, har bitta o'qituvchini qilayotgan mehnatini qadrlashlarini ko'rib, yana ham xursand bo'lib ketaman. O'qituvchi bo'lganimdan faxrlanib ketaman. Avvallari orada shunaqangi vaziyatlar ham bo'ldi. Biz ustozlar paxta dalasiga ham bordik. Paxtaga chiqmagan o'qituvchilarni uyidan olib keldik. Paxtani maktabda to'pladik. Xo'p, undan keyin hashar bo'lsa qayerda, o'sha joylarga mahallada bo'ladimi? Yo'lda bo'yida, bayram kunlarida hasharga chiqqan paytlarimizni eslayman. Mana hozirgi kunga kelib O'zbekistonda o'qituvchilik kasbiga berilayotgan e'tibor meni juda ham xursand qiladi. O'qituvchi ayol endi nafaqat maktabda o'quvchilarini, balkim oilada o'zini farzandlariga ham ko'proq ahamiyat beradi, ko'proq talabchanlik qiladi. Talabchanligimni yoki farzandlarimni hammadan zo'r bo'lishini xohlaganimni endi Allohning berishimi yoki albatta Allohning berishi albatta. Katta farzandim hozir tibbiyot universitetida 3-kursda tahsil olyapti. Ingliz tilida dars o'tiladi, fakultetlari shu ingliz tilida xalqaro fakultet hisoblanadi. IELTS natijalari bor, SAT natijalari bor. Prezident maktabini tugatib, o'zi xohlab, dadasining kasbini tanlab shu doktorlikka borgan. Keyingi farzandim Ibn maktabida 11-sinfda o'qiydi. Ziynatxon. Hozir 3 ta fandan sertifikatni oldi. Ya'ni 2 ta fan uchun biz sertifikatga ro'yxatdan o'tib to'lovlarini qilib qo'yganmiz. Bu farzandim ham dadasining yo'lidan ketyapti. U ham doktor bo'lish, shifokor bo'lishni xohlaydi. Keyingi farzandim Andijon shahridagi Prezident maktabida o'qiydi, 8-sinfda. Shu haftaning oxiriga shanba kuni NASAni shunaqa loyihasida qatnashyapti. Men haligi onalardan nima bo'lib, vakil bo'lib, o'sha 6 ta bolani Toshkentga shu NASAni loyihasida farzandlarimiz qatnashligi uchun olib ketyapman. Bular hammasi biz yoshligimizdan bolalarimizga hali ahamiyat berib, katta qilganimizning mevasi deb o'ylayman. Bundan tashqari maktabda ham, mahallada ham shu farzandlarim boshqalar uchun nima deydi? O'rnak bo'ldi, motivatsiya bo'ldi. O'g'lim o'rtoqlarini taniyman, hammalari zo'r. Juda ko'pchiliklari xalqaro institutlarda, chet ellarda, AQShda, Kanadada, Koreyada juda ham ko'p o'rtoqlar shunaqangi xalqaro miqyosdagi institutlarda o'qishyapti. 44-ixtisoslashgan maktabda biologiya fanidan dars beraman. Oliy toifali biologiya o'qituvchisiman. Maktabga 2 kungacha Milliy universitetda bakalavriat, magistratura va aspiranturani ham tugatganman.
O'qituvchilik kasbiga kirib kelishim jarayonida meni ustozlarim, direktorimiz G'ofurov domla o'zlari sen maktabda ishlaysan deb yonlariga chaqirib oldi va o'zim ustozlarim bilan yonma-yon ishlash imkoniyatiga ega bo'ldim. Ulardan juda ham ko'p narsani o'rganaman. Bizi jamoamiz shunaqangi zo'r shakllanganki, agar men har qancha bilimim zo'r bo'lsin, u aspiranturani tugatdimmi yo magistr, buni ahamiyati yo'q. Jamoa topmasa, sizning qilgan ishingiz umuman ahamiyatsiz bo'ladi. Biologiyada bitta qonuniyat bor-da. Eng zo'r mutatsiyaga, foydali belgiga ega bo'lsa ham, yakka shaxs hech qachon evolyutsiyani boshlab bera olmaydi. Jamiyatda ham xuddi shunaqa. O'qituvchi ming zo'r bo'lsin, bilimi zo'r bo'lsin, o'zini ustida ishlasin, lekin jamoa va shu dars berayotgan o'quvchilarimiz tortmaydigan bo'lsa, qilgan ishimiz natijasi ko'rinmaydi. Men o'ylayman, mana shu jamoamizni zo'r shakllanganligi, maktabimizda mendan boshqa yana juda ham ko'p zo'r o'qituvchilarimiz bor. O'sha direktorimiz G'ofurov domla O'zbekiston qahramoni yoki zavuchimiz Iqbol aka Avdiqov o'z vaqtida bizga dars bergan, juda ham yonib dars o'tardi. Yoki yana bitta zavuchimiz Nigoraxon Ismoilova, boshqa o'qituvchilarimiz ham Muhammadimin Tursunov degan domlamiz bor, Nodiraxon bor, yana rus tili, ingliz tili o'qituvchilarimiz hammasini yutug'i o'ziga yetarlicha bor. Jamoani tortayotganligi mana shu o'qituvchilarni birgalikda bir yoqadan bosh chiqarib, hamma bir-birini hurmat qilib, yana zo'r bo'lib ketyapti, uni popultigini pasaytiramiz degan narsa yo'q bizda. Hali hammamiz bir-birimizga motivatsiya berib, yelkama-yelka bironta bir muammo bo'lsa, oilada bo'ladimi muammo yoki aytaylik ishxonada bo'ladimi, o'quvchi bilan munosabatda bo'ladimi yoki aytaylik biron bir tadbirga qatnashish kerakmi, hammasini birgalikda hal qilamiz. Maktabimizda mendan tashqari G'ofurov Sharobiddin domla bor, 20 milliondan ko'p oylik oladi. Iqbol aka o'tgan hafta menga aytdi, Dilbarxon, oyligingiz necha pul bo'lganini bilasizmi? Ha, bilaman ustoz dedim. 25 million oylik oladigan bo'ldingiz dedi. Ustoz bilaman, hisoblab qo'ydim avvaldan deyapman. To'g'ri, gap pulda emas, gap pulda qanchaligida. O'qituvchi uchun ham pul motivatsiya bo'ladi-da. Endi maktabimizda 15 million, 16 million, undan ko'p oylik olayotgan o'qituvchilarimiz 20 dan ziyod. $1000 emas, hozir 2000 dan oshib oylik olyapmiz. Men biologiya fanidan 30 soat dars o'tadigan bo'lsam, 7 million 700 ming oyligim bor. Shunga o'quvchilik paytimda 9-10-11 sinfda respublika miqyosida olimpiadada g'olib bo'lganman. Buning uchun 2019-yil 3-maydagi prezidentimizning qarori bilan qo'shimcha 100% ustama olaman. Ya'ni olimpiadani g'olibi bo'lgan va o'qituvchilik faoliyatini yuritayotgan o'qituvchilar uchun 100% ustama beriladi. Undan tashqari milliy sertifikatga ega bo'lgan o'qituvchilarga berilayotgan 50% ustamam ham bor. Va maktabda yaxshi ishlab, yaxshi natija ko'rsatganlarim, o'quvchilarni fan olimpiadalariga tayyorlab, o'quvchilarim bilan tumanda, viloyatda va respublikada natijalar qilayotganligim uchun direktor fondidan 35% ustama olaman. Bundan tashqari maktabimiz ixtisoslashgan maktab bo'lganligi uchun ixtisoslik fanlariga 20% ustama to'laydi va oxirgi o'sha baholash tizimiga o'tgan maktablarga to'lanayotgan 30% ustamani qo'shadigan bo'lsak, hozir oyligim 7 million 700 emas, 25 milliondan ortib ketadi. Meni uzoq yillik qilgan mehnatim, sabr bilan ishlaganim, kechqurunlar uxlamasdan dars qilganim, o'zimni bolamdan ortib xalqning bolasini o'ylaganimni natijasi deb bilaman. Xudo xohlasa, mana bundan buyog'iga ham kuchim yetganicha, bilimim yetganicha o'quvchilarni jamiyatda kelajakka tayyorlash uchun, ularni biologiyaga oid bilimlar bilan qurollantirish uchun, ularni dunyo hamjamiyatida xalqaro miqyosda ko'zga ko'ringan mutaxassis bo'lishlari uchun bor kuchimni, g'ayratimni berib ishlayman. Bu yil bizning maktabimizda 149 ta o'quvchi 11-sinfdan tamomlab, shundan 120 dan ortig'i oliy ta'limga. Qolganlari esa maxsus ta'lim, ya'ni texnikumlarga qabul qilindi. Orada o'zini biznesini boshlagan o'quvchilarimiz ham bor. Bundan tashqari maktabimizni tugatib, chet elda Koreyaga yoki Xitoyga yoki Yaponiyaga va orada Angliyaga ketgan o'quvchilarimiz ham bor. Bularning hammasini shu orasida men o'zim aynan ximiya biologiyadan o'qitgan o'quvchilarim bor. Ularning juda ham ko'pchiligi, aksariyati tibbiyot oliygohlariga va universitetning biologiya fakultetlariga kirishdi. Va umuman olganda maktabimiz natijasi 80% ga, oliy ta'limga kirish bo'yicha 80% dan ortiq bo'ldi. Men hozirgi imkoniyatimdan foydalanib,
butun O'zbekistondagi barcha ustozlarni, ustoz deganda bizdan faqat o'qituvchilik kasbi bilan shug'ullanayotgan, balkim har bitta sohada, xohlang hunarmandchilikda bo'ladimi, xohlang masalan davlat miqyosidagi ishxonada ishlaydiganlardanmi yoki shifokor bo'lib, hammalari ustoz. Chunki hammasini o'zini shogirdi bor. Yoki uydagi har bitta ota va ona, buvi va opaqa, bular hammasi ustozlar. Chunki ular kelajak uchun o'zining hissasini qo'shayotgan hisoblanadi. O'shaning uchun O'zbekistonimizdagi jamiki ustozlarni kasb bayramimiz bilan avvalo va ustozlikdek qiyin, mashaqqatli kasb bilan shunaqangi buyuk kasb bilan shug'ullanayotganlari uchun tabriklayman. Intilganga tole yor deyishgan. Dilbar G'ulomova o'z ustida qattiq mehnat qildi. Uyqusiz tunlarni o'tkazdi. Biologiya faniga oid deyarli barcha sir-sinoatlarni o'rgandi. Qilgan mehnatlari hozirda o'z mevasini bera boshlagan. U o'qituvchilikdek ulug' kasbni, shirin nonini totmoqda. Maoshi esa ko'rganingizdek boshqa o'qituvchilar ham havas qilgudek. Mushtum uchun maxsus jurnalning muxbiri Ozodbek Sharobiddinov tayyorladi.